Agar siz student bo'ladigan bo'lsangiz, menimcha bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz uchun oxirida judayam bir foydali ma'lumot bor. Oltin kon bor. Gaz. Assalomu alaykum. Meni ismim Said Olim. Men 18 yoshman. Germaniyada Berlinda xususiy universitetda o'qiyman. 2-kursman va Germaniyaga kelganimga 1,5 yildan oshdi. Va Germaniyaga kelgandan beri bu YouTube kanalni yuritib boraman. Asosan men o'zimni hayotimdan vloglarni ko'rsataman, sayohatga chiqqanlarimni va ba'zida ma'lumotga boy, qiziqarli bir videolar ham qilib turaman. Bugun shunaqa videolardan bittasi, bugun foydali bo'ladigan, xudo xolisa, ma'lumotli video qilmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik mendan shu YouTube'ni boshlaganimdan beri Telegramga yozib so'rashadi, qanaqa Germaniyaga kelsam bo'ladi, o'qishga yoki ishga yoki даже kimdirlar sayohatga. Shunga bugun men mana shunaqa uyda mana kamerani qo'yib olib video qilmoqchiman, spokойный komfort zonada o'tirib tushuntirib bermoqchiman, ba'zi tavsiyalarni aytib ketmoqchiman. Ya'ni meni asosiy ishim YouTube kanalini yuritishdan qanaqa qilib Germaniyaga kelishni o'rgatish emas. Shunga men kimda shu savol bo'lsa, qanaqa qilib Germaniyaga kelish yoki qanaqa qilib o'qishga borish, ishlash, mana shunaqa har xil savollar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib yubormoqchiman, toki sizlar o'sha yo'lga borib, keyin o'zingizlarning maqsadingizga erishishinglar uchun. Chunki bu YouTube kanalda, yana bir martalab eslatib o'taman, men asosan o'zimni hayotimni yoritib bormoqchiman, aynan vloglarni, sayohatlarni va Germaniyadagi va umuman Yevropadagi qiziqarli har xil joylarni, hodisalarni, ma'lumotlarni olib bormoqchiman. Va shu bilan birgalikda men o'zim shu universitetimda o'rgangan har xil darslarimdan, o'sha professorlar, ustozlar o'rgatishgan har xil narsalar, zo'r ma'lumotlar, undan tashqari o'zim shu kitoblarda yoki qaysidir videolarda o'rgangan narsalarim, qaysidir kurslarda qatnashganlarim va masalan shu o'zim Germaniyada va o'zi umuman chet elda student sifatida yashab o'rgangan narsalarim, orttirgan tajribalarim va har xil narsalar mana shu umuman o'zi studentlarga va odamlarga hammaga foydasi tegishi mumkin bo'lgan videolarni xudo xohlasa kelajakda yana olib bormoqchiman mana shu kanalda. Va shunaqa ekan, bugungi videoda xudo xohlasa siz qaysi odamlarga borish, qaysi blogerlarni kuzatish kerakligi haqida juda ham yaxshi xudo xohlasa ma'lumotga ega bo'lasiz. Qani videoni unda boshladik. Xo'p, endi qani ketdi, hozir men sizlarga bitta blogerlarni aytib ketaman. Men bloger, qaysidir blogerlarni sizlar allaqachon bilsanglar kerak va kuzatsanglar ham kerak, balkim qaysidir blogerlarni bilmassizlar. Shunga menimcha xudo xohlasa bu video hammaga to'g'ri keladi. Har xil bilgan, bilmagan blogerlarni bilib olasizlar va ular haqida yana qaysidir ma'lumotlarga ham ega bo'lasizlar. Lekin undan oldin shuni aytib ketishim kerakki, men o'zimni videolarimda ham va bugun aytadigan blogerlarim va boshqa umuman hamma blogerlar shu Germaniya haqida, Yevropa hayoti haqida va umuman boshqa blogerlarning hammasi biz video olar ekanmiz, Germaniyani o'sha pozitiv nuqtalaridan ko'rsatamizda, o'zimiz hayotimizdan yorqin nuqtalarni, momentlarni ko'rsatamiz. Lekin shu bilan birgalikda shuni achchiq fakt, haqiqatni aytib ketishim kerakki, Germaniyaga kelishni o'zi birinchidan juda ham oson narsa emas. Dokumentlarni taxlash yo'q, chunki byurokratiya degan narsalar bor va hokazo. Va ikkinchidan, men kelgandan keyin hayotda o'zi juda ham oson bo'ladi degan emas, yoki masalan hammasi juda yorqin, pozitiv bo'ladi degan emas. Masalan, men o'zim hatto videolarimda ham bu yoqqa borganim, aytga borganimni ko'rsatsam, o'zida o'sha momentlarning o'zi zo'r bo'lgan, lekin asosiy umumiy nuqtai nazardan olib qaraganda, tepadan olib qaraganda baribir o'ziga yarasha juda qiyinchiliklari bor va shularni ham inobatga olib aytib ketish kerak bo'ladi. Hamma blogerlarning ijtimoiy tarmoqlarini videoni pastida havola qilib, link qilib qoldirib ketaman. Keyinchalik bu videodan keyin o'tib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bizning birinchi blogerimiz bu Germania Life YouTube kanalini olib boradigan odam bu Nodir aka. Nodir akaning shu o'zlarining YouTube kanallari bor, undan tashqari Telegramlari va Instagramlari bor. Ular asosan shu Germaniyadagi hayotni yuritib boradilar. O'sha Germaniyani pozitiv nuqtai nazardan o'sha rang-barang qilib, juda ham chiroyli qilib ko'rsatib, yoritib boradilar va shu bilan birgalikda ular shu Germaniyaga kelish bo'yicha, aynan o'qishga, ishlashga kirish bo'yicha yordam qiladi. Ularning o'zlarining o'quv markazlari bor, nemis tilini o'rgatishadi. Nemis tilini o'rgatishgandan keyin sizga Germaniyaga kelishga, o'qishga yoki ishga kelishga yordam qilishadi, meni bilishim bo'yicha. Shunga ularni kuzatib boradigan bo'lsangiz, siz shu Germaniyani juda ham yaxshi nuqtai nazardan ko'rib, topib, juda ham qiziqishingiz Germaniyaga oshadi va shu bilan birgalikda o'qishga ham, ishga ham kelishga
assist, ya'ni shu yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bloger bu Germaniya hayoti YouTube kanalini olib boradigan odam Behruz aka bo'ladi. Behruz akaning ham o'zlarining shu Telegramlari bor, shu YouTube kanallari va Instagramlarini ham yuritadi. Ularda ham shu Germaniya hayotini olib boradi va Germaniyadagi shu qiziqarli ma'lumotlarni, narsalarni va ba'zida achchiq haqiqatlarni ko'rsatib boradilar va shu bilan birgalikda ular o'zlarining YouTube kanallarida podkastda olib boradilar. Ya'ni bu podkastlar kim bilan? O'sha har xil ishdagi odamlar bilan. Kimdir masalan santexnik, kimdir masalan oshpaz, kimdir doktor, kimdir yana qaysidir ishda ishlaydi. O'sha kimdir Ausbildung qilib kelgan, kimdir tam student viza, kimdir u, kimdir bu. O'sha hamma har xil yo'nalishdan ishlaydigan odamlar bilan podkastlar qilib, qanaqa qilib o'sha yo'nalish bo'yicha Germaniyaga kelish haqida tam podkastlar olib boradilar. Juda ham qiziqarli podkastlar. Menimcha foydali bo'ladi sizga. Aynan ularni kuzatadigan bo'lsangiz, shu Germaniyadagi shu vaziyatni ko'rasiz, qanaqa kelish yo'llarini topasiz va o'ziga yarasha shu juda ham yaxshi va foydali bo'ladigan insaytlarni o'zingizga olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi uchinchi bloger bu Bobur aka. Ularning o'zlarining YouTube kanallarining nomi bu Bobur Soydvaliyev. Ular o'zlarining YouTube kanallarida shu Germaniya hayoti haqida ular ham olib boradilar. Ya'ni o'zlarining vloglarini olib boradilar, ko'rsatadilar, o'zlarining ko'zlari bilan shu yerga borganlari, bu yerga borganlari har xil challengelar haqida ko'proq detallarga kiradilar, detallar haqida ma'lumotlarni berib o'tadilar. Juda ham meni fikrimcha foydali bo'lgan. Har xil masalan kerakli, sizga ertaga kerakli bo'ladigan o'sha prilojenyyalar, o'sha ilovalar, har xil linklar, har xil saytlar, har xil Germaniyadagi vaziyatlar, sog'liq, yashash, hattoki sizga foydasi tegadigan o'sha self improvement, ya'ni sizni o'sishingizda, sizni rivojlanishingizga odam sifatida foydasi tegadigan videolar ham qiladi. O'sha kitoblar haqida yoki umuman sport haqida, u haqida, bu haqida har xil narsalar haqida video qiladi. Siz odam sifatida o'sishingiz uchun ham Germaniya hayoti haqida ham. Mening fikrimcha Bobur aka ham juda ham qiziqarli va juda ham foydali videolar qiladi. Aynan detallarga kirib, shu tomonlama akaning videolarini yaxshi ko'raman. Va sizlarga ham tavsiya qilaman, juda ham yaxshi o'zingizlarga ma'lumotlar topishingiz mumkin bo'ladi. Aynan videolarni tekshirib chiqadigan bo'lsanglar, qaysi video sizlarga yoqadigan bo'lsa va sizlarga qiziqarli tuyuladigan bo'lsa, albatta ko'rib chiqinglar, ularni ham tavsiya qilaman. Va keyingi 4-bloger bu menimcha agar siz Germaniyaga o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, sizga juda ham katta baza berishlari mumkin. Aynan o'zlarining YouTube'dagi videolar orqali va shu bilan birgalikda shu Germaniyaga kelishi aynan student sifatida shu magistratura bo'ladimi, bakalavr bo'ladimi, kelishlar bo'yicha juda ham foydali videolar qilib o'tganlar. Aynan har xil yo'llari bor. Masalan, ingliz tilida yoki nemis tilida kelish, xususiy universitetga yoki davlat universitetiga shu bepul yoki pulli o'qishlarga kelish. Hammasini aka juda ham chiroyli va juda ham tiniq, aniq qilib o'tkazganlar. Shu bilan birgalikda yana har xil intervyu, shu podkastlari ham bor YouTube'larida. Menimcha student sifatida Germaniyaga kelmoqchi bo'lsangiz, okaning YouTube kanallarini tekshirishni tavsiya qilaman. YouTube kanali otini aytish esimdan chiqib qolibdi. Germaniyada oliy ta'lim degan YouTube kanal. Albatta kirib buni ham videolarini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Men o'zim ko'rib videolarni juda ham hayratlanganman. Ya'ni o'zim bilmagan juda ko'p yangi ma'lumotlarni olganman. Va masalan kimdir menga Telegramda yozadigan bo'lsa, men okaning videolarini ko'rib bilgan, o'rgangan narsalarimni keyin shu Telegramda ba'zi bir o'sha bolalar yozishganda, "Oka qanaqa Germaniyaga kelish yoki mana bu nima qilsa bo'ladi" deb savollarni menga yozishganda, shu okaning videolaridan o'rgangan narsalarimni men ularga tushuntirardim. Tushunasizlar? Ya'ni bu YouTube kanali Germaniyada oliy ta'limni, Germaniyaga o'qish bo'yicha kelmoqchi bo'lsangiz, menimcha sizga juda ham foydali bo'ladi. Undan tashqari okaning o'zlarining Telegramlari ham bor. O'sha Telegramda bolalar bor, community bolalar bor. O'sha bolalar bilan gaplashib, savolinglar bo'lsa, savol so'rab bemalol javobinglarni olishingiz mumkin. Va undan tashqari bilishim bo'yicha ularning o'zlarining konsaltinglari ham bor. Aynan shu konsaltinglariga ham yozib ko'rishingiz mumkin. Men o'zim yozib ko'rmaganman va aytgancha bu video hech qanaqa reklama emas. Bu yerda 4 ta bloger aytib o'tdim. Hech qaysi bir bloger mendan qanaqadir yozmaganman, ularga sponsor olmaganman, pul olmaganman. Prosta o'zim chin yurakdan sizlarga foydasi tegsin deb, o'zim foydali deb bilgan blogerlarimni sizlarga tavsiya qilib aytib ketaman va ulardan hech qanaqa rag'batlantirish qanaqadir olmaganman. Xo'p, shu ularning konsaltinglari ham bor, bilishim bo'yicha shunga bitta tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Konsalting menimcha yordam berishi mumkin, chunki bir men o'zim kirib tekshirganimda gapirib ko'rishuvdi o'sha o'qishga kelish bo'yicha, o'sha xususiy universitetga yoki aynan davlat universitetiga bepul o'qishga, ya'ni ko'pchilik aynan bepul o'qishga Germaniyaga qiziqishadi, ingliz tilida yoki nemis tilida. Shunga masalan ularning konsaltinglari balkim yordam berishi mumkin.
yoki o'sha tepada aytgandek Nodir akani ham balkim o'sha o'zlarini o'sha yordam beradigan o'sha firmalari yoki o'quv markazlari ham yordam berishi mumkin Germaniyaga kelish bo'yicha. Yana bu yerda boshqa akalarni mabodo konsaltinglari bo'lsa yoki qanaqadir firmalari bo'lsa, men balkim bilmasman. Ularni ham tekshirib ko'rishingiz mumkin o'zingizlar. Albatta tavsiya qilaman, tekshirib, gaplashib, agar Germaniyaga kelmoqchi bo'lsanglar, shu 4 ta bloger hammasidan albatta bitta tekshirib chiqinglar, ma'lumot olishingiz mumkin. Va albatta menimcha sizlarga maqsadingizga erishishda juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Hozir o'zim kameraga gapirayotganimda sezdim, videoni qaytib ko'rib chiqayotganimda ko'zim ko'p mamutga pastga ketib qoldi-da. Nimaga unaqa desam, sizlar ham agar mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda kompyuterim bitib turibdi pastda, shunga kompyuterga masalan shu YouTube kanaliga qaragani ko'zim ketib qoldi. Shunga shunaqa masala. Lekin atak o'zi Gen Z o'sha Z avlod tilida gapiradigan bo'lsam, men aytib o'tgan 4 ta kanallarning hammasi imboviy kanallar, bolalar bemalol sizlarga от души прям yordam beradi. Yaxshi tavsiyalar, yaxshi maslahat olishingiz mumkin. Yurakdan gaz.